Sertifikat olib universitetga kirishingiz mumkin, lekin fanni chuqur o'rgansangiz, albatta kelajagingiz porloq bo'ladi. Kelajagi porloq va yuqori daromadli yo'nalishlarda o'qishni xohlaysizmi? Mexatronika va robototexnika, transport va temir yo'l sohasi, axborot xavfsizligi, sun'iy intellekt hamda aviatsiya muhandisligi. Siz ham yuqoridagi talabgor yo'nalishlardan birini tanlab, davlat granti asosida talaba bo'lishni maqsad qilgan bo'lsangiz, Baytul-Hikma akademiyasida fizika fanidan may oyidagi kurslarga start berildi. Men Yorqinbek Najimov 2019-yildan beri Baytul-Hikma akademiyasida fizika fanidan darslarni o'tib kelmoqdaman. Hozirgacha menga yaqin o'quvchilarim talabalik baxtiga sazovor bo'lishgan. Siz ham akademiyamizda tayyorlanib talaba bo'lganmisiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.